Avvalambor kattakon rahmat. Men asosan 2 yildan buyon 3 marotaba demak rektor stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Bugungi kundagi yana bitta yutuqlarimdan biri bu demak universitet grantini qo'lga kiritib, bu universitet grant ham 6 oylik bo'lib 7,5 million so'mni qo'lga kiritdim. Maqsadim bu geologiya sohasini rivojlantirish, ya'ni laboratoriya yo'nalishida ketib, demak o'rganilmagan tur, zot, navlarni barchasini o'rganib, chet el davlatlarniki bilan ularni taqqoslab, dissertatsiyalarni ham yo'qlash niyatim bor. Bugungi Navoiy Innovatsiyalar universitetida tashkil qilingan bayramda 120 kishilik rektor stipendiyasi bo'ldi. Men 2 yildan beri 3 karra rektor stipendiyasiga ega bo'lganman. Rektor stipendiyasi 3 million so'm 6 oy davomida berib boriladi. Bundan tashqari yana bir yutug'im Navoiy Innovatsiya universiteti tashkil qilingan universitet granti tashkil qilingan. Shunda ham 7,5 million so'mlik yutuqqa ega bo'ldim. 2 karra yutuqqa ega bo'ldim. Bunda ota-onamga, o'qituvchilarimga, hammaga rahmat aytib qolaman. Mana bugun kelib men juda ham faxrlanib ketdim. Navyaram shu yerda o'qiyapti. Mana xursand bo'ldim. Siz borsizki, baxtimiz butun. Hayotimiz totli va mas'um. Baxt bol qilgan yuzlaringizdan ag'rimasin hech bir tabassum. Bugungi xursandchiligimda cheki yo'q. Qancha gapirsam ham bugun oz. Kutmagan edim. Juda ham xursand bo'ldim. Shu bugungi mana shu yutuqlari uchun dunyoda eng yaxshi narsalar hammasi Rabbimga. Yana tengdoshlariga.